Selam, siz meni kampöz? Men endi liftga kelyapman. He, hozir qo'yamiz. Короче, sal qayerga ko'chtirib ketaman. Mana shu yoqqa qo'ysanglar bo'ldi, chiroyli qilib qo'yib qo'yinglar. Tushunishimcha, ekotaj qilmoqchi ekansiz liftni. To'g'ri va ikkinchi etajni ham qurmoqchiman. Lekin men sizni so'ramoqchidim, lekin nega bu uyga sizga lift kerak? Birat ish bo'lsa. Bu juda ham g'alati ko'rinishi mumkin, lekin men ertaga o'zimga ikki etajli uy qurmoqchiman, ikki etajni ham qurmoqchiman. Shunday podvalni ham qilasizlarmi? Biz pastga 3 etaj qilishimiz mumkin. Zo'r ideya. Mayli, uy bo'lmasa 3 etajli bo'laverasin. Mayli, bo'lmasam siz buni bir izminat. Muammo emas, mayli, lekin qiyin. To'g'ri. Demak, ikkita olsam, mayli. Bu juda ham qiyin ish. Shu uchun men sizlarga mana bu sizga, mana bu sizga. Nima rahmat, sen bizni qutqaruvchimizsan. Hech qisi yo'q, men bu ishni qiyin ishda bo'lyapman-da. Bu juda ham qiyin ish, lekin buni qilganimizni hech kimga aytmang. Bu sirli bo'lib qolsin, opa. Xo'p, mana shu yerda qilorasizlar, hech kim sizlar ko'rmaydi. Mana shuni xohlasanglar 10 etaj, qancha xohlaganingcha qilasizlar-da. Shunaqa qilsanglar bo'ldi, lift qilib bersanglar bo'ldi. 3 etaj ham qiyin, mayli bo'lmasam qilib beraveramiz sizga. Bo'laveradi. Xo'p, bo'lmasa men obunachilarim bilan salomlashib kelay. Bo'pti, mayli. Salom do'stlar, sizlar men Kompot, bugungi yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugun ko'rganinglardek men lift o'rnatmoqchiman, albatta ko'rgan bo'lsanglar, va men o'sha liftni qilmoqchiman. Bugungi kuninglar qanaqa o'tdi va qanaqa obunachilar do'stlar? Kommentariyaga yozib ketinglar, bugun qanaqa kuninglar o'tganini. Yog'ochni olib kelsak, lift tokni tomdan o'tkazish tomdan bo'lmaydi. Nariyadan bo'lsa, shu yerdan bo'ladi va bo'ldi. Hozir yana bir ikki narsa olib kelamiz. Bizga rosa ko'p pul berdi. Bizga ko'p pul berdi. Men ko'p pul to'plaganlarni yaxshi ko'raman. Shu uchun unga zo'rroq qurib beraman. Qanday? Ideyam bor. Unga juda ham yoqsa kerak, aniq yoqadi. Juda ham shirin ekan. Juda ham bilasan nega ovoz kelyapti. Axir bular meni liftimni olashyapti-ku. Lekin juda ham ko'p vaqt o'tib ketdi. Cho'ta nimadir boshqa narsa qilayotgandaymi? Mayli, butun domni ne qilyapti o'xshaydi. Mayli, hozir juda ham zerikkanman. Bugun kechga bo'shman. Shu uchun oq jitilni oldiga boramiz. Ana uni oq jitil, salom, qandaysan? Ketdik, choy ichib o'tiramiz. Yaxshisan, mayli ketdik, yur, maza qilib choy ichamiz. Siz bu kompot yo'qadi, aniq yo'qadi. Juda ham zo'r quryapmiz. Keyin men yiqilib tushdim, juda ham kulgili bo'ldi. Jitil, bu shunaqa kulgili voqea bo'ldi. Shunaqa kulgili narsani aytib turmangam. Xo'p, aytdim. Aytgancha men liftimni o'rnatgandi. Hozir liftimni o'rnatgan, mayli, jitil, men ketdim. Lift. Senga aytishim chiqibdi. 3 etajli lift qilyapti. Juda ham kulgili 3 etajli lift. Bu rostdan. Mayli, senga rahmat. Choy va pechenye bilan mehmon kelganing uchun senga juda rahmat. Mayli, xayr, qishloqqa yaxshi qol, mayli. Juda ham ko'p qolib ketdim. Qani bitishgan bo'lsa kerak. Bitishibdi. Qani orqasini ko'raychi. Vau! Baram ustiligini qiladi. Juda ham zo'r qilibdi. Yaxshi. Sizlar shu yerdamisizlar? Salom. Bo'ldi, hammasi bitdik. Uzr, qishloq bilan qolib ketibman. Qani ko'raychi. Vau! Mana bu bo'ladi. Qilgan ishimiz yo'qdimi? Bunchalik sizlar o'ylamagandim. Juda ham yaxshi qilibsizlar. Mana buni bo'lsa hamon qani ishlaydimikan? Qani. Ana ochildi. Juda ham zo'r. Qani ozgina irg'iymiz. Soatim chekirma, hatto yaxshi bir narsa bo'lsa ham. Bilaman. Bo'pti, bo'lmasam pas ishlaydimi, pas? Siz so'ragandek hammasi. Xo'p, bo'lmasam qani tekshiraylikchi, bosamiz. Oppana. Juda ham yaxshi ketyapti. Hozir pastga tushyapti. Nega bu buncha uzoq ketyapman? Jin ursin. Mayli, yaxshi qilishga o'xshaydi yoki lift sekin ishlaydi. Lekin nimadir shubhali. Juda ham shubhali. Bu mencha
sekin bo'lyapti. Ha, Juniorson. Yo-moyo, nima bu bo'ldi? Nima bu? Juniorson, nima bu? Yo-moyo, nimadir bo'lyapti. Nima bo'ldi? Men qayerdaman, Juniorson? Nima bu? Eshik ochildi. Juniorson, qani? Yo-moyo, ochilyapti. Nega? Yo-moyo, nima bo'lyapti? Eshik yopilib qoldi. Yo-moyo, nimaga yopilib qoldi? Men qayerdan chiqaman endi? Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Nima bu? Obunachilar. Yo-moyo, shu ishlar shu bitta like bo'ldi. Yo-moyo, tushunmadim. O'zi kirsa o'zi yopilar-ku. Shunaqa teknologiya. Voy bila, teknologiya. Juniorson, nima bu? Nimalar bo'lyapti? Wow! Men o'ylaganimdan ham yaxshi qilishibdi. Hammasi rostdan tekingami? Rostdan ham tekingami? Men umuman kutmagandim, obunachilar. Umuman kutmagandim. Hammasi juda chiroyli. Lekin men aytgandek qilishmadi. Lekin men yo'q demayman-ku. Lekin bu juda ham kameraga olaychi. Yo-moyo, kameralar ham juda ham yaxshi. Har bir kameraga. Men umuman kutmagandim, obunachilar. Bu juda nima deb gapirishni ham bilmay qoldim. Yo-moyo, bu bunchalar ham zo'r. Men umuman kutmadim. Bu yer ham xuddi o'shaga kelsa bo'ldi ochlarga. Juda ham teknologiya. Wow, teknologiya zo'r ketyapti-yu. Mayli, bu yerda ham eshik bor ekan. Wow, kompyuterxona. Xohlagan narsang qilsang bo'ldi. O'shincha kompyuterlar, o'shincha narsalar, juda ko'p narsalar, hammasi tekingami? Qanaqasiga? Hammasi juda ham zo'r. O'zi aytgandek-ku, qiyin deb, lekin bu juda ham maza bo'lyapti. Yo-moyo, men umuman kutmadim, obunachilar. Bu xonalar qaranglar, hammasini. Mana bu eshiklar ham ochilar ekan. Yo-moyo, bu yerda skladga o'xshaydi. Bu yerda ham mana bu yer kompyuter. Wow, kompyuterlar o'ynaydigan hamma narsa bor. Wow, men haqiqiy bo'yicha mana 200 voshshi kutmadim, ishoninglar. Bunaqa 200 taga shuncha narsalar. Yo-moyo, qani bu yerga ham kiraylikchi. Yo-moyo, bu yerda narsalar bor ekan. Sunduqlar zo'r. Yo-moyo, bu yerda ham pechka, hammasi adden. Wow, juda ham chiroyli. Shunaqa chiroyli. Wow. Oy, mana bu yerni ham ko'raylikchi. Basketbol o'ynaydigan yer bor ekan. Yo-moyo, basketbol o'ynayman. Tik qilib tashlayman. Juda hamma narsasi bor, hamma narsa. Wow, juda sevilyapman. Yo-moyo, bu yerda cho'plar, daraxtlar, har qanday narsa, buncha narsani qanday o'zim ham aytgandim, buncha ko'p tuzish deb. Hamma o'simliklar, hamma narsa bor bu yerda. Yo-moyo, umuman kutmagandim, obunachilar, umuman. Mana bu yerda narsalar, qani hammasini ko'rib chiqib kelyapti. Juda ham qiziqib ketyapman. Bu yerda yana bir narsalar bor ekan. Eshikni ochamiz. Ochildi. Bu yerga ham kiramiz. Bu nima? Mayli. Mana bular skelet boshi. Wow, katta portal bor ekan. Yo-moyo, portal bor ekan hali. Qancha pul ketishgan bunga o'zi aslida. Yo-moyo, shuncha narsa, akvariumlar, hammasi bor. Yo-moyo, umuman kutilmaganda. Wow, divonni qaranglar, qanchalik katta. Wow, mana bu televizorni zo'rligini, kompyuterxona ham bor ekan. Mayli. Wow, kartochka, hammasi bor. Dush! Yo-moyo, dush bor ekan. Mazza ekan dush. Mazza ekan. Qo'lim ham undan bu qo'l yuvadigan joy ekan. Juniorson adashibman. Tualetga. Xushroq o'tirib olib turchi chorasi qaraychi. Wow, mana eshik. Bu ham eshik. Wow. Yo-moyo.
Yo-mayo. Choy ichib kofexonaga borishibdi-yu. Hamma narsa bor. Men o'ylaganimdan ancha katta ekan. Umuman kutmadim lekin bor-u. Gullar, hamma narsa bor. Choy ichadigan narsalar, pitsa, go'sht bor ekan. Men go'shtni umuman juda yaxshi ko'raman. Vau, mana bu go'sht bor ekan. Juda ham hammasi juda zo'r. Vau, daraxtlar, hamma narsa bor. Vau, juda zo'r. Endi qani pastda ham bor ekan. Pastiga ham tushib ko'raylikchi. Yo-mayo. Qancha bu yerda? Juda ham ko'p narsalar. Juda ham sanog'i yo'q bularni. Juda ko'p o'xshaydi. Yo-mayo, katta g'or. Juda katta g'or bor ekan. Bu yerda vertolyotmi, nimadir bor. Tepaga chiqadigan joyi ham bor ekan. Yo-mayo. Men umuman tushunmayapman. Buncha narsaga qancha pul sarflagan bular? Men 2 izbrut bergandim, xolos. Bundan ham ko'pga o'xshaydi. What the fuck? Shunchani bir kunda bitirishning iloji bormi o'zi? Yo-mayo, bu qanaqa ustalar bo'ldi? Mayli, eshikni ochamiz. Vau, mana bu haqiqiy portal. Haqiqiy portalga o'xshaydi, lekin buni yondirish kerak. Mayli, hozir shart emas, lekin juda chiroyli. Mayli. Endi tepadagi etajga chiqib ko'ramiz. Yana tepaga qaytib tepaga chiqamiz va hammasini ko'ramiz. Do'stlar, juda hammasi, hech narsaga tushunmayapman. Juda hayronman. Hamma narsa bor. Yo-mayo, juda ham katta akvarium bor ekan. Vau, akvariumni juda ham xohlardim oldin yoshligimda. Vau. Juda ham havas qilardim-chi. Shunaqa eshiklar ham bor ekan. Vau, juda ham. Yo-mayo, ustachi. Kichkina ustachi, salom qalaysan, yaxshimisan, tuzimisan? Yaxshimisan? Bu gapirmay ekan. Mayli, o'yinchoqmi, nima bu, hayronmi? Lekin qo'yibdi-ku. Mayli, bu o'tiraversin. Buni yopib qo'yamiz. Yaxshi qol. Yo-mayo. Bloklardan qancha? Shunaqalar yordam berganga o'xshaydi. Vau, bu yerda fermer, har qanday o'simliklar, har qanday narsalar bor. Umuman kutmagandim-chi. Vau, juda hayronman. Nima deyishni ham bilmayapman. Vau, hamma narsa bor. Men o'ylaganimda yotoqxonalarga bor ekan. Hammasi addi bu qancha qarindoshlarim hammasiga yetadi-ku. Yo-mayo. Do'stlar, umuman buni kutmadim-chi. Mayli. Mana bularni ham ko'ramiz. Bilyard xona, tennis, hamma narsa bor ekan. Vau, hamma narsani tekshirib chiqdimga o'xshaydi. Bu buncha ko'p. Vau, nima bu? Bu yerlar bitmaganga o'xshaydi. Mayli. Do'stlar, juda ham zo'r, lekin bu yerga kirib bo'lmaydi ekan. Mayli. Yo-mayo. Nima bu? Hozir ko'raylikchi, nimaligini ko'ramiz. Ender Dragon'ni yeri. Qanday qasiga olib keldi u bu yerga? Ender Dragon'ga qanaqasiga? Voy, ishonish qiyin. Yo-mayo. Qanaqasiga olib keldi bularni hammasini? Qanaqasiga qildi? Do'stlar, bunga hammasiga hayronman. Bularni hammasiga shunchaki shokman. Yo-mayo, nima ham derdik? Do'stlar, bularni hammasini yoqqan bo'lsa, iltimos like va kommentariyaga yozib ketinglar. Undan birgacha baholab ketamiz. Do'stlar, qani go! Sizlardan paydoshgan kutaman. Qani obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ham esdan chiqmasin, videolarimizni yo'qotib qo'ymasdan. Juda ham zo'r bo'ldi bugungi video. Hammaga xayr, men kompot bo'ldim.